Assalomu alaykum aka. Aka, yana biroz muhlat berib tursangiz. Xudo xolasa tez kunda qaytaraman. Hozircha pul topa olmadim. Har kuni ko'chadasan. Har xil kiyimlarni kiyyapsan. Pul topayapsan, menimcha menga berging kelmayotgandir. Qarzing bo'lib turib ko'chada qanaqa yuribsan? Aka, siz kiyimimga qarab hukm qilyapsiz. Yuragimdagi og'riqni bilmaysiz. Ichimdagi to'fonni hech kim sezmaydi. Menda bor narsa hozircha bu sabr. Ilohim hech bir yigitni bunday holat bilan sinamasin. Do'stim, hayot hammamizni sinaydi. Sen albatta buni yengib o'tasan. Bugun hayit. Hayit nafaqat bayram, balki poklanish, kechirim kunidir. Bu mendan senga hayitli bo'la qolsin. Rahmat aka. Bugun qolgan qarzdorlarimga ham hayitli bo'la qolsin. Barcha bu dunyoga mehmon bo'ladi. Mehrsiz u qanday inson bo'ladi? Muhtojlarga bergan hayitligingiz Alloh dargohida unvon bo'ladi. Anvar Nishon